Endi siz menga shu odamlarga tavhidsiz islom bo'lmaydi deganingizdan keyin savol tug'iladi. Tavhid o'zi nima? Mana shu tavhidni nima ekanligi haqida tafsiliy bizga dalillar bilan tushuntirib bering. Keyingi savol, shirkda jaholat uzri yo'q, shirk qilgan odam abadiy jahannamda qoladi desangiz, eshiting. Eshiting, gapni bo'lmang, eshiting. Shirkda jaholat uzri yo'q, shirk qilgan odam jahannamda qoladi dedingiz. Shunaqa deganingizdan keyin savol tug'iladi. Shirk o'zi nima? Buni biz yaxshi tanib olishligimiz kerak, shutobi unga tushib qolmasligimiz uchun. Men sizga hozir menga shirk bilan tavhidni tushuntirib bering dalili bilan, shutobi men ham yaxshi bilib olay, bilmagan joyim bo'lsa, men bu yerda eshitib o'tirgan odamlarim hammasi bilsin, o'rgansin deyapman. Shu maqsad. Xo'p, bo'ldimi? Javob beraveraymi endi? Yo, boshlavering, eshitdik. Xo'p. Tavhid degani yakka Allohga ibodat qilishlik, yakka Allohga iymon keltirishlik, yakka Allohdan tashvish qilib qo'rqishlik, yakka Allohga o'ziga maxsus holda itoat qilishlik, Alloh subhanahu va taoloni tamomiyla yakkalashlik, Allohga taslim bo'lishlik. Mana shu tavhid va unga hech bir narsani sherik keltirmaslik. Alloh subhanahu va taoloni tamomiyla pok deb bilishlik, sheriklardan va haqqiga aralashishlikdan, ibodat boshqa bir Alloh subhanahu va taoloni o'ziga maxsus sifatlarga aralashishga hech kimning haqqi yo'q. Mana shu tavhid. Ana endi shirk mana shu sanagan narsalarimni ziddi. Alloh subhanahu va taologa boshqa bir kimsalarni, narsalarni sherik qilishlik. Ibodatda boshqa bir kishilarni o'rtaga qo'shib Allohga sherik qilishlik. Yo duo qilishlikda Alloh subhanahu va taoloni va o'zini orasiga bir kishini, o'likni yo tirikni sherik qilib qo'shishlik. Yakka Allohdan so'raladigan narsani u kishidan so'rashlik. Ana u kishini shu narsa istitoatida bor deb e'tiqod qilishlik. Alloh subhanahu va taoloni ism sifatlarida, o'zini ulug'iyatida, ibodatida, ya'ni rububiyatida boshqa bir kishilarni ham haqqi bor deb oraga qo'shishlik. Bular shirk. Mana shu shirk kufrdan poklanib, yakka Allohga ibodat qilgan kishi muvahhid bo'ladi, islomda bo'ladi. Bu shirklarni sodir qilgan kishi islomda bo'la olmaydi. Ana ikkinchi savolingiz, shirk qilgan kishi dindan chiqadi, dinda bo'la olmaydi degan savolingizga javob Alloh subhanahu va taolo o'zi ochiq bayon qilib beryapti. Innalloha la yaghfiru an yushraka bih. Alloh subhanahu va taolo shirk qilganlarni kechirmayman deyapti. Niso surasi 48-oyatda. Va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Undan boshqa gunohlarni o'zi istasagina kechiradi. Mana shu Alloh subhanahu va taolodan ochiq oyat. Yana Zumar surasi 65-oyatda Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Va laqad uhiya ilayka va ilal ladina min qablik. Senga va sendan oldingilarga ham nozil vahiy qilinganidek, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Agar shirk keltiradigan bo'lsang, amallaring habata bo'ladi deyapti. Va la takunanna minal khosirin. Va hasrat nadomatda qolguvchilardan bo'lasan deyapti. Ana Zumar surasi 65-oyat bu. Yana bir dalil An'am surasi 88-oyatda Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Agar ular shirk keltiradigan bo'lsalar, amallari habata bo'ladi, yo'qqa chiqib ketadi. Buni ham Alloh subhanahu va taolo o'zi xabarini beryapti. Ana payg'ambarimiz alayhisalomdan ham hadis bor. Man qala la ilaha illalloh, kim la ilaha illalloh deydigan bo'lsa, ya'ni Allohni yakkalaydigan, undan boshqa bir iloh yo'q deb e'tiqod qiladigan bo'lsa, va kafara bima yu'badu min dunillah, va Allohdan boshqa ibodat qilinayotgan narsalarga kufr keltirsa, ularni inkor qiladigan bo'lsa, haruma maluhu va damuhu hisabuhu ala Alloh. Ana shunday kishilarni mollari va qonlari harom bo'ladi. Teginishlik, dohil qilishlik mumkin emas. Ana payg'ambar alayhisalom ochiq aytayapti buni. Haruma maluhu va damuhu va hisabuhu ala Alloh. Va hisobi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga qoladi. Mana sizga Qur'on sunnatdan tavhidni nima ekanligi, shirk kufrni nima ekanligi, uni sodir qilgan kishini dinda bo'la olmasligiga hujjat. Bo'ldimi aka? Kimga javob? Assalomu alaykum.